Assalomu alaykum, meni ismim Norif Asqar Shokir o'g'li. Men Kitob tuman tibbiyot birlashmasida bosh feldsher bo'lib ishlayman. O'z kasb darajamda 10 yildan beri tibbiyot sohasida mehnat qilib, xizmat qilib kelmoqda biza. Bu kasb davomida reanimatsiya bo'limida 9 yil davomida ishladik. 1 yil davomida bosh feldsher lavozimida ishlab kelaman. Har bitta tibbiyot sohasida mutaxassislari, o'rta tibbiyot xodimlar, oliy toifali vrachlarimiz yanada mas'uliyat, talab, bemorlar hayotida, ularda hayotida yengillik, og'ir kasalliklarda suyanch bo'lish va og'ir kuniga yarash va sog'lom muhitda, sog'lom kelajakda va sog'lom yoshlarni tarbiyalashda, ularda o'sib rivojlanishida tibbiyot sohasining o'rni juda yuqoriligi ta'kidlayman va bunda biz bilan hamkorlik qilayotgan Shahrisabz xalqaro tibbiyot texnikumiga minnatdorchilik bildiramiz. Bu mas'uliyatli kasbimizni tanlashda va el yurtga xizmat qilishda Shahrisabz xalqaro texnikumida o'z bilim ko'nikmalaringizni oshirib, yuqori darajali bilimlar egallashlaringiz mumkin.